Shamol meni uchirib ketdi. Kechagi shamol shunaqangi tez, shunaqangi qattiq bo'ldiki, hamma narsani uchirib, changga, g'uborga to'ldirib ketdi degonajonlarim. Uyimda topib, eshikni ochib kirishimga shipirga menga qarab uchdi. Shahzoda opamni shamol uchirib ketdi, nafasini rostlab olsin demasdan ishda qilishda buyurdi degonajonlarim. Bloger bo'lganimdan beri bu shipirglar bilan dugona bo'lib oldim. Bu shipirglarim biram aqlli shipirga, dardingda aytsang birovga gapirmaydi. Bandalariga ishonch bo'lmasa ham bu shipirglarimga ishonch bor. Chunki shuncha dardimda aytdim, birovga aytib bermadi qizlarjonlar. Mana bu shipirgim bilan hamma yo'llarda shipirib tozalab oldim degonajonlar. Endi mana va eshigimda tayda postaxonada gilamimda tayda changni ko'rib, bu bir kunlik chang bas deyishim mumkin. To'g'ri, bir kunlik chang emas ekan qizlarjonlar. Bir bo'lsa 1 yil bo'lib shekilli buni tayda shipirib tozalaganimga. Degonajonlarim, ozib cho'p deb bo'lib qolmasam bo'ldi. Oldin bu darajada bir kunda shuncha ish qilmagan edim. Sizlarga to'g'risini aytaman. Video uchun tinmayapman, ish qilib ko'rinmaydigan darajada bo'lib ketmaymanmikin deb xavotirdaman degonajonlarim. Menga obuna bo'lib, podpiska bosib turinglar degonajonlarim. Men bilan hech qachon zerikmaysizlar. Sizlar bilan hali qancha ishlarni qilamiz, remontlar qilamiz, qilmagan ishimiz ham qolmaydi. Ro'zani tutib olib, sizlar uchun shunaqa tinmasdan xizmatlarni qilyapman degonajonlarim. Iloji bo'lsa, menga podpiska bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan birgalikda rivojlanaylik, sizlarga podarkalarni beradigan saxiy boylardan bo'ling, saxiy blogerlardan bo'ling deb niyat qilyapman. Allohdan so'ragan hamma narsamga erishdim. Albatta bunga ham erishaman. Faqatgina har kuni podarka tarqatadigan darajada boy bo'laman.